Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpисчиклар. Bugungi obzorimiz yangi tovarlar. Yangi tovarlardan amor olib keldik, faqat girdi. Ikkita tugab qolgandi shular. Ikkita girdi amor olib keldik. Keyin zarlarimiz keldi. Zar. Voy deb voy qilib video olsa-da просмотр yaxshi bo'ladi. Lekin men shuni spokойно gapirib olsa agar просмотр uncha bo'lmay ekan. Hay, boriga shukr. Mana ikkita 3-4ta shu arzon zarlarimiz tugab qolganda, arzon zarlardan olib keldik. Ay. Yerga tushib ketma. Keyin taxlaymiz. Keyin kuyovlarga lazerlarimiz tugab qolganda, eksklyuzivni, eng zo'rlari tugab qolganda, ulardan olib keldik. Bel bog' variantlarimiz kelgan. Bulardan tashqari yaxtaklarimiz, novinka yaxtakchalarimizdan yarimta astarlik hozir eng zo'r aktualniy deydimi? Eng yaxshi sotilayotgan yaxtakchalarimiz. Bu yana maydasini kiyib oldim. Mana shunaqayin 2-3 xil variant, 2-3 xil rangda yaxtakchamiz kelgan. Palasa sifati yaxshi. Chop tikilgan yaxtakchalardan. Shularda biastar ham kelgan. Biastar arzonroq variantlarimizdan kelgan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Qolganini bitta-bitta istoriyaga qo'yib o'tamiz. Ko'rib boraverasizlar.